Men Qosimov Shavkatovna respublika ixtisoslashgan ona va bola salomatlik markazi Farg'ona viloyat filialida direktor o'rinbosari bo'lib ishlayman. Ishonch 20-30 doirasida olib borilayotgan ishlar haqida gapirmoqchiman. Prezidentimiz tashabbusi bilan hozir ko'rib turibsizlar, tibbiyotga juda ham katta ahamiyat berilyapti. Shu jumladan Ishonch 20-30 loyihasi doirasida ham mana bir nechta tadbirlar o'tkazilyapti va bu tadbirlar haligacha davom etyapti. Bu tadbirlarning ichiga o'qishlar ham kiritilgan. Shu bilan birga tug'ruq muassasalarida jihozlantirilishi ham respublika bo'yicha. Ishonch 20-30 loyihasi doirasida bizni Sog'liqni saqlash vazirligi, boshqarmamiz hamda hamkor tashkilotlar UNICEF, UNFPA birgalikda olib borilayotgan ishlar boshqa loyihalardan farqli tomoni shundaki, bu loyihani boshlashda avvalambor jihozlarni olishdan oldin shu jihozlar haqida ma'lumot berilib, apparatlar bilan ishlaydigan xodimlar, texniklar o'qitildi. Shu har bir jihoz bo'yicha instruktaj olib borildi, qo'llanmalar ishlab chiqildi. Shundan keyin viloyatimiz bo'yicha ham mana butun respublika bizning viloyatimizda ham o'qishlar tashkil qilindi. Bu o'qishlar chaqaloqlarda respirator yordam ko'rsatish bo'yicha, intensiv davolash bo'yicha. Eng quvonchlisi shuki, oldin shunaqa o'qishlar bo'lmas edi. Hozir chaqaloqlar reanimatsiya bo'limlarida, intensiv davolash palatalarida ishlaydigan hamshiralar ham jalb qilindi. Jami Farg'ona viloyatida vrachlar uchun 3 ta shunaqa o'qish tashkillandi, hamshiralar uchun 15 ta shunaqa o'qish olib borildi. Endi bu o'qishlarning natijasini mana ko'rib turibmiz. Kritik holatdagi chaqaloqlar uchun ko'rsatilayotgan tibbiy yordam ancha yaxshilangani, ko'rsatkichlarimizga ham ta'sir qilayotgani, neonatal o'lim kamayayotgani, go'daklar o'limi kamayayotgani, onalar o'limi kamayayotgani. Endi bu jihozlarni aytib o'tsak, ham ayollar uchun og'ir holatdagi ayollar, tug'ruqdagi ayollar hamda chaqaloqlar uchun jihozlar olingan. Barcha jarrohlik o'sha bo'limlariga jihoz berilgan, kattalar reanimatsiyasiga nafas apparatlari berildi, monitorlar berildi. Bemorlarni holatini nazorat qilish uchun chaqaloqlar reanimatsiyasini mana ko'rib turibsizlar. Chaqaloqlarga har bir chaqaloqda kamida 3 ta 4 ta jihoz turibdi. Bu uni issiqligini saqlash uchun inkubator yoki o'sha ochiq reanimatsion tizimi, bundan tashqari nafas apparatlari, sun'iy nafas apparati, CPAP apparatlari, nafas yo'llarini tozalash uchun maxsus apparatlar, chaqaloqlarning holatini baholash uchun pulsaksimetrlar, kardiyo monitorlar berildi. Hammasi bizning ishimizni ancha yengillashtirdi va chaqaloqlarni shu kritik holatlardan chiqarish uchun juda katta yordam beryapti. Shu bilan birga bizning xodimlarning salohiyati ham ancha oshdi. Bu o'qishlar hali to'xtamayapti. Rejalar bor. Mana yanvar oyida ham yana 5 ta shunaqa seminar o'tkaziladi. Bu chaqaloqlar birlamchi reanimatsiyasi bo'yicha, hamshiralik jarayoni bo'yicha davom etyapti va 2026-yilda barcha tug'ruq muassasalarida o'sha kuratorlik tashriflar, bunda mutaxassislar borib, joylarda har bir tuman shaharda tug'ruq muassasasida, tug'ruq zallarida, chaqaloqlar intensiv davolash palatalarida ishlatilayotgan shu jihozlarda o'sha klinik qo'llanilishi, o'zlarini maslahatini berib, qanaqa muammolar bor, bu muammolarni bartaraf etish nazarda tutilyapti. Sog'liqni saqlash vazirligiga, bizni boshqarmamizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hokimiyatlar bilan birgalikda shu jihozlarni qabul qilishda bizga sharoit yaratib berishdi. Qanaqa muammo bo'lsa, doimiy ravishda biz ular bilan bog'lanyapmiz va kerakli o'sha ma'lumotni, yordamni olyapmiz.